Hozirgi kunda O'zbekistonda aynan shu usul orqali minglab foydalanuvchilar aldanmoqda. Firibgar sizning tanishingizning Telegram akkauntini egallab oladi. Keyin esa uning nomidan barcha kontaktlarga bir xil xabar yuboradi. Assalomu alaykum, iltimos menga ovoz bering. Xabar bilan birga shubhali havola ham yuboriladi. Eng xavfli tomoni esa shu yerdan boshlanadi. Agar siz firibgarlarga Telegram akkauntingizga kirish imkoniyatini berib qo'ysangiz, u sizning nomingizdan Telegram guruh yaratadi. Bu guruh esa kontaktlaringizni deyarli barchasini qo'shadi. Guruh nomi ham ko'pincha sizning ismingiz bilan ochiladi. Natijada odamlar bu guruh o'zingiz yaratgan deb o'ylashadi. Keyin guruh ichida yoki shaxsiy xabarlarda iltimos menga ovoz bering degan xabar va shubhali havola tarqatiladi. Kontaktlaringiz sizga ishonib havolani ochadi. Ular ham Telegram orqali ruxsat bergan zahoti ularning akkauntlari ham firibgarlar qo'liga o'tadi. Shundan keyin aynan shu jarayon yana takrorlanadi. Har bir yangi qurbonning kontaktlari orqali yana o'nlab, ba'zida yuzlab odamlar firibgarlik havolasi tarqaladi. Natijada firibgarlar piramida kabi tobora kattalashib boradi. Tarmoq hosil qiladi. Bitta akkaunt o'g'irlanadi. Undan o'nlab akkauntlar, keyin esa yuzlab akkauntlar qo'lga kiritish mumkin. Shu sababli tanishingiz yuborgan bo'lsa ham ovoz bering degan har qanday havolaga ishonishdan oldin uni albatta boshqa usul orqali tasdiqlang.